Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sizlar özlerini bir qısqacha tanıştırgan bolasizlar. Men vatanlik Korl shahar Yangi Shariza Qurbaq kentdan. İsmim Aysa Hakim. Chet elga chiqish sabablari Tijorat bilan 2001 qatim Turkiyaga 2015 6-oyda chiqdim. Va ham 2017 6-oyga qadar 5-6 qatim chiqdim. Bu jarayonda vatanda ko'rgan kunlarim yana oxirgi navbat ko'rgan kunlarim shunchalik vashi. Shu sabab bilan barliq qarindoshlarni guvohlik berishga chaqiriq qilaman. shu ko'rgan qismatlarni biroz deb bergan bolasizlar. 2017'de 4-oy mezgillerde 4-oyning 20'lari Sharq Turkiston'daki Korla ta'sis qilgan hozir atalmış lager meselesi shunchalik ig'ir tarbiyalash o'rni deb chiroyli at qo'ygan bu o'rin hozir misal turayotgan yani nurg'un davlatlardagi turmudan vashi. Ben öz güzeminden köygen bu yerda mağlagan qarindoshlarimiz ve urug' tuqqanlarimiz yetib o'tdi. Shuning uchun barliq qarindoshlarniki shu guvoh berish faoliyatiga aktiv qatnashishini umid qilaman. Siz lagerda o'zingiz yotmadingiz. Men lagerda yotmadim. Lekin ko'rgan urug' tuqqanlarim ve hem ayolimning tuqqanlari yotgan. Men shu yerga shularni ko'rishkili ve teşhidin bo'lsin shu bir ko'rish qilib bağlan bo'lsam hech qanday bir ko'ramadim. 2010 qachon? 2016? 2017'de. Nechinchi oy? 4-oy. Siz 4-oyga qaytib chiqqan. 6-oyda qaytib chiqqan. Undan keyin bana ketemediniz. Keteme sebebi? Keteme sebebi. Mening sebebim shu Xitoyniki zulmi. Qo'rqib. Hozir tuqqanlarni ko'rishimga qancha bo'ldi atildim aloqa qilamoqda. Ben shundan keyin hech qanday bir aloqam yo'q. 2016 6-oydan keyin aloqa qildingiz. 2017 6-oydan keyin. Lekin vatandagi bevosita tuqqanlaringizdan kimlarning lagerda, kimlar turmada bilan o'z oldingiz bormi? Bevosita tuqqanlarimdan akamniki turmada ekanligi ismini to'liqtirgan bo'lsangiz. Musa Hakim. Undan boshqa qolgan qarindoshlarimdan hech qanday xabar yo'q. Yashinib qolgan dadam og'riqchan. Men ismini deb bergan bo'lsangiz dadangizdan qarindoshlaringiz. ismi Hakim Emin. Reyangül Hakim, Rahman Hakim, Musa Hakim, Ayşengül Hakim ve Mehmetcan Hakim qatorliqlar. Ularning lagerda turmada ekanligini bilamsiz. Uqmayman hech qanday xabar. Ularning bolchaqlarning-chi? Buni bilmayman. Hech qanday xabaringiz yo'q. Xabar yo'q. Bu da'voyingizni siz ilgari o'qigan deb angladim. Bundan keyin qanday planlaringiz bor bir anglamoqsak. Toki vatandagi barliq qarindoshlarim, urug' tuqqanlarim Xitoyniki shu zulmi tugaguncha men bu da'voni qat'iy davomlashtiraman. Meniki ayolimning tuqqanlaridan 60 yana qaynatam 67 yoshli Sabiyullah Zoid, Ayshangul Emin 63 yosh, Xalchigul Sabiyullah 40 yosh, Maryamgul Sabiyullah 37 yosh, Mehmet Sabiyullah 36 yosh, İbrahim Seyfullah 24 yosh, Zeynep Sabiyullah qatorliq barliq qarindoshlarimiz hozir hech qanday xabarimiz yo'q. Bizning shu vaqtning o'zidagi xabarimizda hemen yeni vatanda Bachaqda Sabiyullah Zoid 67 yoshli odamni Misrga 6000 TL pul soldi deb turmoq so'lgan. 6000 yebel. 6000 12000 Xitoy pulda 12000 yuan pul. Turmoqqa tashlagan. Ondan keyin hech qanday xabar yo'q turmada yoki o'ldimi yoki hayotmi uni bilmaymiz. İbrahim Sabiyullah 24 yoshli bo'ynimizni Misrga o'qishga chiqdi faqat. Hech qanday siyosiy faoliyatga qatnashmaganligini, Xitoyga hech qanday qarshilik qilishni qilmagan men bilaman. Bu hukumat hozir turmada. Ondan başqa Mehmet Sabiyullah umut turmada. Ondan
başqa mening bildiğim Mısırdan qaytib kelgan hozirgi egallagan ma'lumotlarimiz shu vatanning ichida turib egallagan ma'lumotlarga asoslangan chog'da 142 bolalar Mısırga borganligi uchun tutqun qilingan. Bu bolalarniki arxivlarning hammasi mening qo'limda bor. Ularning kiresi pasportga bekindigan var. Ba'zilarining rasmlari bor. Ko'pinchisininki nalikligi, ko'rlining nali ekanligini, ham turmida ekanligini aniq bilaman. 142 bolaniki. 142 bolaniki. Bulundaqda şu bolalarniki bir yozma şekilde yoki bir şansni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Bundan boshqa barliq, ya'ni shu vatanga Misrdan qaytib ketgan barliq qarindoshlarniki turmida ekanligiga men guvohlik beraman. Ular shu vaqtlarda, ya'ni 2017 3-oyda Mısırdan qaytib kelgan balani 3-oyning 10'ini tutish buyrug'i chiqargan. Vatanning barliq yerlikini Mısırga borgan balaning hammasini solaysa degan buyruq tushirib, bizning faqat ko'rildan solagan balaning soni shu vaqtning o'zida 142 men bildig'ini, men bilmaydig'ini bilmaymiz. Undan boshqa minglagan, ya'ni shu Mısırdan qaytib kelgan minglagan balalar og'ir kunlarni ko'rayotmoqda. Shuning uchun shu Mısırdan qaytib ketgan barliq qarindoshlarimizni taniydigan vatanning sirtidagi qarindoshlarimizniki hech qanday ikkilanmaslardan cho'qim turmada deb guvohlik berishni umid qilaman va orzu qilaman.